122 kvadrat to'rxona, Yevro remont, hamma mebel texnikasi bilan Chilonzor 17-kvartaldagi Novostroyka uyimizni ko'rsatamiz. Qani ketdik. Asosiy zal, mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi albatta. Kirish koridorimiz bu yoqda bolajonlar yotoqxonasiga ko'zingiz tushadi. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. O'zini konditsioner va televizorlariga ega. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yinglar. Hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Bu yoqda o'zini umumiy sanuzel qismlarini ko'rib turibsizlar. Bu uyda kim bilan yashagani kelsa, o'sha odamga videoni yuborib qo'yinglar. Ko'rib turganingizda uyimiz dupleks holatida. Pastki qavatga tushganingizda o'zini xaladilligini va oshxona qismini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Bu 4-xonani ham mehmonxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Oshxona qismida barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyiga joylashtirilgan. Kotyolniy qismlarini ham ko'rdinglar. Bu yoqda o'zini kladovka qismini ko'rib turibsizlar. Domofonlariga ega. Bu fayzli xonadonimiz mana shu 8 qavatli Novostroykaning 1-qavatida joylashgan. Bu uyimizni xarid qilgan obunachimizga o'zini $10,000 shaxsiy parkovkasi qo'shib beriladi. Uyimiz narxini $129,000 so'rayapmiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisaniyada telefon raqam qoldirdim.